Yaxshi narxda fura so'rayotganlar uchun mana shu DAF XF Euro 5 Pricep bilan komplekt holatda sotuvga qo'yildi. Narxini 38860 dollar deb aytilyapti. Yana TVSda kelishadigan joylarni ham qoldirildi. Agar ozroq pulingiz yetmay qoladigan bo'lsa, variantga ham qo'yib beraman deb egalar aytyapti. Endi ma'lumotlar bilan tanishtirib bo'lsam, 2010-yilda ishlab chiqarilgan Tegach 460 tali 8 tali mexanika korobkada yurgan masofasi 1,223,000 kilometr masofani bosib o'tgan, retardosi ham bor. Egalari o'zlari mingan mashina ekan. O'sha Yevropada keltirilgandan beri faqat bir qo'l minilgan mashina. Hop, baklariga keladigan bo'lsak, bir tomonda 850 tali bak, bir tomonda 430 tali bak bilan jihozlangan. Balonlarini hammasini 90% holatda hisoblasangiz ham bo'laveradi. Mana videoda ham ko'rsatib o'tib ketamiz balonlarning holatini. Hop, Pricep Kogel. Keyin buni bakiga ham ruxsati bor ekan. Egalar aytayaptilar, bakini faqat olib qo'ygan ekanlar. Pricep moslari saf mos, utka, bez resor. Balonlar holati buni ham 90% hisoblasangiz bo'laveradi. Lenta akasi yo'q. Zapaskalari turibdi. Hop, ichki holatlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu mana Pricep ichi, qo'llari tentlarni o'zingiz videoda ko'rib turibsiz. Bir tomoni to'liq alyumin, bir tomoni taxtada. Hop, qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqamini har doimdek videoning past qismida yozib qoldiramiz. O'zlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati Kosonsoy tumanida turibdi. To'liq ma'lumot baribir egalarning o'zlariga telefon qilib olsangiz bo'ladi. Mana shunday furalarni haydaydigan shopir akalarimiz diqqatiga o'zi ko'pchilik biladi. Lorry.uz ichki va tashqi yuklarni tashuvchi logistika kompaniya. Endilikda siz yuklarni Lorry.uzda Telegramdagi guruhida olsangiz bo'ladi. Qulaylik tomonlari zo'r albatta ko'rsatib o'tib ketaman. Siz qaysi viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, mana bo'lim qilib ajratib qo'yilgan aynan o'sha viloyatni tanlaysiz. O'sha viloyatdan chiqib ketadigan yuklarni ko'rsangiz bo'ladi. Aytaylik, mana Buxoroni tanlasangiz, mana Buxorodan chiqib ketadigan yuklarni ko'rishingiz mumkin. Vaqtingizni anchagina tejasangiz bo'ladi. Tez kunda yana katta yangilik, ilova ustida ish olib borilyapti. Bundan ham qulaylik imkoniyatlari undan ham ko'p bo'ladi. Videoga like bosib, mana shunday fura qilib yurgan fura ishlanishlarga jo'natib qo'yishim esdan chiqmasa, sotuvdagi yana ko'plab furalarni biz Telegramdagi kanalimizda topsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat.